Assalomu alaykum, hurmatli bugungi chiroyli tadbirimizning ishtirokchilari, bitiruvchilar, hurmatli ota-onalar, aziz mehmonlar hamda bu yerda o'tirgan professor o'qituvchilarimiz, hammalaringni 2026-yil bitiruv marosimida ko'rib turganimdan quvonganimni aytib o'tmoqchiman. Men hozir rahbariyat bilan gaplashib o'tirganda bir narsani aytdimki, agar imkon bo'lsa, men o'zbek tilida gapiray. Chunki mana bu yerda yoshlarimiz tushunishi bilan birgalikda bu yerda qadrli ota-onalarimiz o'tiribdiki, ular bundan 4 yil muqaddam o'z farzandlarini ishonib Toshkent shahridagi Webster universitetiga o'qishga berishgan. Ana endi o'sha bugun 4 yildan keyin, ba'zilar 2 yildan keyin kelib, ularni yorqin, ya'ni to'g'ri tanlov qilganliklarini bugun guvoh bo'lib turishdi. Mana shu to'g'ri tanlov bilan sizlarni tabriklayman. Ana endi ruxsat berasizlar, men yigitlarga, bizni bitiruvchilarimizga yaxshi tilaklar tilash bilan birga bir narsani alohida ta'kidlamoqchi edim. Bu safargi bitiruv marosimimiz o'zgacha quvonch bag'ishlaydi. Yuqorida prezidentimiz Tim Kin janoblari aytib o'tganlaridek, biz kecha muhtaram vazirimiz, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Qo'ng'irotboy Avzimbetovich Sharipov hamda janob Tim Kin bilan birgalikda ana shu Webster universiteti bo'yicha hamkorligimizni yanada bir pog'onaga yuqoriga olib chiqdik. Yanada 10 yil kamida, demak, kadrlar tayyorlashga kelishib oldik. Bu avvalambor muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan 2019-yil boshlab berilgan siyosiy iroda bilan amalga oshirilgan o'sha yoshlarimiz uchun Amerikani ta'limini, men boshqacharoq aytaman, Amerikani eshigini o'zimiz yurtimizda ochib berdilar. Ya'ni o'zimizni yurtimizda, jonajon Toshkentimizda o'tirib, yigitlarimiz, qizlarimiz dunyo standarti bo'yicha ta'lim olib, nafaqat O'zbekiston, balki dunyo mehnat bozorini o'zlarini yuqori darajali, malakali bilimlari, tajribalari bilan boyitib kelyaptilar. Shu yerda bir statistik raqamni aytib ketmoqchiman, joiz deb bildim. Yuqorida mana ko'rib turibsizlar, muhtaram ikki kishi, demak bu vazirimiz hamda janob Kin ishtirok etgan kechagi imzolash jarayonidan lavha. Va yana bir narsani imzolamoqchimanki, aytmoqchimanki, agar hozirgi kunda Amerika universitetida o'zi qancha o'zbekistonlik yoshlar ta'lim olyapti deydigan bo'lsak, ko'pchiligimizni xayolimizga o'sha Amerikani o'zida o'qib yurgan 1,5-2,000 nafar talabani o'zini statistikasi bor xolos. Lekin meni fikrimcha va boshqa bir qator ekspertlarning fikricha, O'zbekistonda hozirgi kunda 7200 dan ortiq Webster talabalar Amerikan universitetining bazasida turibdi. U yerda o'qib turgan 2000 talaba va bu yerdagi yana boshqa Amerikan universitetlari ham hozir mana qiziqish bildirib kelishyapti. Ular bilan jami 10,000 dan ortiq o'zbek yoshlari, hozir O'zbekiston yoshlari Amerikan universitetida o'qiyapti. Men o'ylaymanki, bu son yaqin kelajakda 15,000, 25,000 va bundan da yuqori natijani erishamiz. Endi yana bitta quvonarli holat, hozirgina aynan shu seremoniya boshlanishidan oldin bir memorandum imzolashga muvaffaq bo'ldik. Mana hozir bizni aziz mehmonimiz sifatida markazimiz mehmoni
demak, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rahbari, raisi Timur Amiljanovich Ishmetov janoblari ham o'tiribdilar. Bular bilan biz Markaziy bank hamda Webster universitetini Toshkent shahridagi filiali o'rtasida memorandum imzoladik. Bu o'ylaymanki, juda katta yutuq, juda katta natija. Ma'zur so'rayman. Hayajonlanganimdan esdan chiqib qoldi. Lekin eng asosiy narsa mana Toshkent shahridagi Webster universitetining talabalari qo'lga kiritgan yutuq Markaziy bank tomonidan o'tkazilgan CBU Challenge. Shu CBU Challenge'da juda ko'plab universitetlardan 100 dan ortiq komandalar ishtirok etdi. Shunda ikkita komanda bilan ishtirok etgan bo'lsak, Webster birinchi va 3-chi o'rinlarda oldi. Mana o'sha trofey qo'limda turibdi. Men o'ylaymanki, ushbu yutuq va bizning yoshlarimizdagi shijoat va bilim Markaziy bank rahbariyatini ham biz bilan MOU tuzib, yanada ularni bilimini, tajribasini orttirishga demak qiziqtirdi va bugungi imzolangan MOU shuni dalolati hisoblanadi va yoshlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi deb ishonaman. Ana endi yana bitta quvonarli holat, keyingi slaydimizda men aytmoqchi bo'lgan narsa bu yangi Toshkent shahrida hukumatimizni, davlat rahbarimizni qo'llab-quvvatlovlari asosida yangi kampus qurish uchun yer ajratildi, 20 gektar. Va ko'pincha studentlar keladi, ozgina mana bu kampusimizda joy yetmayapti, qo'shimcha xona kerak, talabalarimiz ko'payib ketib qoldi degan e'tirozlar bo'lardi. Hukumat har doim bizni qo'llab-quvvatlagan, yana quvvatlashdi. 20 gektarda biz 20 dan ortiq yangi binolar mavjud bo'ladi. Bu ta'lim ekotizimi bo'ladi. Ya'ni maktab, bog'cha, maktab, professional kollejlar hamda oliy ta'lim, ilmiy tadqiqot nimasidan iborat. Men o'ylaymanki, yuqoridagi Webster universiteti hamda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligini rahbariyati imzolagan 10 yillik shartnoma hamda mana Markaziy bank bilan imzolagan shartnomamiz aynan shu 20 gektardagi ta'lim klasterini barpo qilishimizda alohida va asosiy rol o'ynaydi. Va yoshlarga so'zimni yakunida bir narsani aytmoqchi edimki, bizning bobolarimiz, bizning ota-bobolarimiz juda ulug' bobo kalonlarimiz bo'lgan. Ikkita Renesansda ham bosh nimasi, ya'ni asosini qo'ygan bobo kalonlarimiz bor. Men ishonaman, mana davlat rahbari ta'kidlab aytyaptilar, keng imkoniyatlar eshigi ochib beryaptilar. Mana shu 20 gektar ham o'shani bir natijasi. 3-chi Renesansda asoschilari Webster bitiruvchilaridan bo'ladi. Amalinga katta rahmat. Yana bitta narsa, men ko'zimni tepadan projektor olyapti turdi. Men 2-3 marta aytganman, nimaga tekstni yaxshi o'qiy olmayapman deb pastga qarasam, yoshlarimizdan kelyapti turgan, yuzlaridan kelyapti turgan nur meni pastdan ko'zimni to'syapti. O'shaning uchun aytib bermaysizlar. Rahmat.